Buyuk Britaniya haqida 25 ta fakt. Salom do'stlar, X-Fact kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan Buyuk Britaniya haqida gaplashamiz. Tayyormisiz? Keling boshladik. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lish va like bosishni esdan chiqarmang. Buyuk Britaniya bu 4 ta davlat: Angliya, Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya. Poytaxti London, 8 milliondan ortiq aholi. Qirol Charles III hozirgi Britaniya monarxi. Big Ben bu minoraning o'zi emas, balki uning ichidagi qo'ng'iroq nomi. Britaniya dunyodagi eng qadimgi parlament tizimiga ega. Bu yerda mashinalar yo'lning chap tomonidan harakatlanadi. Futbol Angliyada paydo bo'lgan. Premyer Liga dunyoda mashhur. London orqali oqib o'tuvchi asosiy daryo Temza. Harry Potter aynan shu yerda yaratilgan va suratga olingan. Dunyodagi eng qadimgi metro London metrosi 1863-yilda ochilgan. Oxford va Cambridge eng qadimgi va eng nufuzli universitetlardan. Britaniya funti eng qadimgi faol valyuta. Buyuk Britaniya ko'plab daho olimlar va yozuvchilarning vatani. Dunyoning eng mashhur guruhlaridan biri The Beatles Liverpulda boshlangan. Qirollik oila a'zosi mashhur Lady Diana butun dunyo tan olgan shaxs. Shotlandiyaning milliy asbobi duduk. Uels tilining ham rasmiy maqomi bor. Buyuk Britaniya 6000 dan ortiq orollarni o'z ichiga oladi. Ob-havo har doim o'zgaruvchan, yomg'irli kunlar ko'p. Britanlar choyni yaxshi ko'radi. Tea time muqaddas daqiqa. Qirolicha Elizabeta II eng uzoq hukmronlik qilgan monarx. London 3 marta Olimpiadaga mezbonlik qilgan. Bu yerda parlament tizimi 800 yildan beri faoliyat yuritadi. Tarixda Buyuk Britaniya eng katta imperiyalardan biri bo'lgan. Buyuk Britaniya tarix va zamonaviylik uyg'unligi. Mana bugungi faktlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qaysi fakt sizni hayratga soldi? Komment yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Xayr, salomat.